Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun Ruby Story'larni ko'rsatib o'tamiz. Buni qaranglar, shuncha sovuqlardan o'tib, ikkinchi uzumi bo'rigan, xudo xolasa kuniga uzilyapti. Narxi 30 ming so'mdan uzilyapti mana holatlari. O'ta ham serhosil o'riklardan biri. O'zbekistonda hamma hududda bo'ladi, bu issiq joylarda qora qizil rangga kiradi. Bu hozir halqa hududga kelgan, shuni hisobiga hali u darajada rang olgani yo'q, lekin shu holatida ham 30 ming so'mdan sotilyapti. Albatta buni ko'chatlarni ko'paytirganmiz, kuz mavsumiga zaka solishni boshlaganmiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, hozir shu tupda o'zida 30 kilo mevasi bor, 900 ming so'm daromad turibdi shu daraxt o'zida. Har bir tupida shunaqa mana 30 kilodan kamida mevasi bor. Ayrimlarda 70-80 kilogacha bor. Ko'chatlari kuz mavsumiga bor do'stlar, shoshilamiz. Ko'chatlarni xarid qilsanglar, ekib berish xizmatlarimiz, dastavka xizmatlarimiz bor albatta mana. Mevani qaranglar. Yilgi yilda o'rik rekord darajada bo'ldi narxi. O'zimning bog'da qarashinglar ham bilinib turibdi. Serhosilligi, quyib yuborganligi. Laglar bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.